Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mijozlar. YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan 2 qavatli bino, ya'ni tayyor biznesni e'tiborlaringizga havola qilaman. Binomizni umumiy maydoni 208 metr kvadrat. Местоположениeni tushuntirib o'tadan bo'lsam, Urganch shahrimizdagi Dehqon bozori yonidagi 9 etajkani yonidan kirib boriladi. Bozor hududini aloqasi yo'q binomizni. Shuni izlab birgalikda ko'rib chiqamiz. Videorolikimizni binoning old qismina borib davom qildiramiz. Hurmatli mijozlar, binomizni old ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Bozorga kiraverishdagi 2 qavatli 208 metr kvadrat binomiz shu. Birisi dorixona, ikkinchi qavati stomatologiya bu ishlab turibdi. Yine ham boshlarni ko'rishlaringiz mumkin. Endi izlar ichki qismini o'tamiz. Расположениeni tushunib oldingizlar. Birinchi navbatda shu dorixona birinchi qavatini ko'rib, keyin ikkinchi qavatini chiqib videorolikimizni davom qildiramiz. Birinchi qavatini ichki qismina girdik. Shu eshikdan kirib keldik. Tashqarisini o'zingiz ko'rib oldingizlar. Yana shuningdek katta apteka qilingan birinchi qavati. Pastlari yana kafilatilgan 100% talabga javob beradigan darajada yana barcha sharoitlar qilingan. Bu birinchi qavat yana apteka sifatida hozir ishlab turibdi. Bu yerdan o'tamiz. Ikkinchi qavatini aytib o'tganimizdek stomatologiya. Общий maydoni birinchi qavati 104 metr kvadrat azizlar. Yine bir yanımızda kuchnya qismi, o'zining oshxonasiga. Birinchi, ikkinchi etaj, har bir etaji 104 kvadratdan 208 metr kvadrat maydoni ega azizlar. Yine bir yerinde yine san uzuli ham bor. Bu yerdan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. 100% hammerishining kafilatilgan, talabga javob beradigan darajada remont qilingan azizlar. Yana girib ham ko'rsatishim mumkin. Suv qizdirish apparatlari bor. Xullas remontlari zo'r. Mana sanuzel, bu yer oshxona qismi, dam olish, ovqatlanish xonasi va undan tashqari bu yerda yana xodimlar xonasi ham bor. Buni ham sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda yana dam olib o'tirsalar bo'ladi ekan. Kameralar, videolar mesela ishlab turibdi. Mana shuningdek bino bezlar. Stomatologiya qismini o'tamiz. Shundan kirib boriladi. Ikkinchi qavatga shu zinalardan ko'tarilamiz ekan. İkinci qavatdan ham chiqib keldik. Aynaları, jaluzilar o'rnatilgan. Yine bir yine zal ojidaniya ekan. Stomatologlarni o'chirib kutadigan xonasi, bir yine davolash xonasi, bir namoz ko'rib chiqamiz, bir reception. Yengil kayfiyatli bor. Do'rga o'tadigan bo'lsak, bir yine garderob xonasi bor. Kichkina. Yerinde yine yana bir qo'shimcha xonasi bor. Bir kosmetologiya vazifasini bajarib turgan xonasi ekan. Asnomoy davolash xonasini ham ko'rsatib o'tamiz. Kattaligini o'zingiz ko'rib turibsizlar. Hamma sharoitlar qilingan, remontlarni o'zingiz ko'rib turibsizlar. Chiroyli, paslari kafil. Shunday xonangizlar. 2 qavatli binomiz yine aşağıda yine.
Kimdə şu binamıza qiziqqan bolsa, videorolikni pərisində telefon rəqamla yazıb qaldırıladı. Bemalal telefon qılıb suallarınıza və təfsili məlumat alışlarınız mümkün. Videoroliklərimiz üçün like'larını basamız. Sağ olun, namaz olun.